Assalomu alaykum barchaga o'rtoqlar. Bugungi mavzuyimiz Rossiyada 2025-yil 1-yanvardan boshlab xorijiy fuqarolar uchun SIM karta sotib olish tartibi ancha murakkablashdi. Bu choralar mobil aloqa orqali sodir etiladigan firibgarliklarni oldini olish, shunga qarshi kurashish maqsadida joriy etildi. Xo'p, nima uchun SIM karta olish qiyinlashganini aytib o'tdik. Endi Rossiyaga keladigan xorijiy fuqarolar SIM kartani qanday olish huquqiga ega va qayerdan olish kerak? Mana hozir ko'rib o'tamiz. Agar siz Rossiyada SIM karta sotib olishni istasangiz, quyidagi qadamlarni amalga oshiring. Birinchisi, SNILS oling. Pasport va uning notarial tarjimasi bilan MFC yoki Rossiya ijtimoiy fondiga murojaat qiling. Ya'niki MFC ga borasizlar yoki pension fondga borasizlar. SNILS olish uchun bu. Ana undan keyin Gosusluga portalidan akkaunt ochish kerak. Ya'niki Gosuslugaga registratsiya qilish kerak. Bu uchun SNILS va pasport ma'lumotlari bilan ro'yxatdan o'tish kerak. Albatta pasportingizni notarial tarjimasi kerak rus tilida. Ana undan keyin biometrik ma'lumotlarni topshiring. Bu degani bank yoki maxsus markazda yuz rasmi va ovoz yozuvini yozdirish kerak bo'ladi. Ana undan keyin aloqa saloniga borish kerak. Ya'niki MTS, Tele2, Megafon magazinlarga borib turib, ana u yerda barcha hujjatlarni taqdim etsalaring, ana ular IMEI, ya'niki email raqami deydi, ana 10 talik raqam bo'ladi. Ana o'sha bilan aloqa operatorining saloniga borib, SIM karta sotib olish kerak. Mabodo ko'chadan birovning qo'lidan SIM karta sotib olmanglar, bu kelajakda juda ham katta xavf tug'diradi. E'tibor bering, bu jarayon bir necha kundan bir necha haftagacha vaqt olishi mumkin. Shuning uchun Rossiyaga safaringizdan oldin barcha hujjatlarni tayyorlab, zarur choralarni ko'rish tavsiya etiladi. Ana undan keyin har bitta xorijiy fuqaro boya aytib o'tilgan pasportni perevodi notarial, ana undan keyin SNILS, mana shu hamma narsalari bo'lsa, o'z nomiga 10 tagacha raqam olishi mumkin. Agarda xorijiy fuqaro 2025-yil 1-yanvargacha SIM karta sotib olgan bo'lsa, uni 2025-yil 1-iyulgacha qayta ro'yxatdan o'tkazish kerak. Aks holda raqamlari bloklanishi mumkin. Sog' bo'linglar, buni yaqinlaringga jo'natib qo'yinglar. Kimda qanaqa savollari bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Barcha savollaringga javob berishga harakat qilamiz internetdan olingan ma'lumotlarga ko'ra. Sog' bo'linglar.